Maarif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet to'rida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5-dan boshlab aloqa adreslarimizga qo'shib qilgaysizlar. Xazinam to'rt til tarbiyalash va oliy maarif maslahat markazi. 大家好，欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Eskai。今天我们要学习的是第3单元姐姐的新房啊，姐姐的新房。一般新房指的是就是说要结婚的人啊to'y qilmoqchi bo'lgan odamlarniki shu tutadigan uyini biz odatda nima deymiz? 新房deymiz. 新房deymiz. 好，我们来看一下课文向前冲。姐姐带阿里木去看新房。那姐姐olimni ilib mushu yangi uyini ko'gil beribdi. 那就是说接下来所发生的事情呢是在这个新房里面。那bu yerdagi bu mazmun应该是mushu yangi uydagi mazmunlar desak bo'ladi啊。我们来看阿里木说的什么呀？姐姐，新房盖得不错啊。那yangi uyni xili yomon emas sapsilangu, yangi uy xili yomon emas silinibdi-ku. 那 uy salganda nima deydi ekanmiz? 盖房子。uy salganda nima deymiz? 盖房子。盖房子 bina silish 盖楼房 degandek ya 盖房子。那新房盖的不错啊。那这个地方呢，这里有一个什么呀？双人的盖的不错的 pilninki kendiki de egilib turgani demek shu harakatninki qandaq bo'lganligini 或者说 shu narsaninki qandaq bo'lganligini so'zlaydi va masalan yugurishni nima deymiz? 跑 deymiz. 那 d'dan birini qatqa vaqtimizda qanday yugurayotdi? Tezmi yoki ostimi degan vaqtida 跑得快. tez bo'lsa 跑得快. osti bo'lgan bo'lsa 跑得慢. 跑得慢 deymiz. 再比如说游泳 suv uzish degan bo'lsa, 那 suvni yaxshi uzidi desak, 那就是游得好。游得好，那它是yaxshi uzanmaydi desak, 游得不好 deymiz. 那我们xat yozishni nima deymiz? 写字，写字。xatni chiroyli yozadi desak, 字写得漂亮，字写得漂亮 deymiz. 那这个的呢，就是说后面嘅qandaq ekanligini deb beradi. 那么 uy qandaq silinibdi? 不错啊，那就是yomon emas, xili yaxshi demekçi. 花了多少钱？花了多少钱？这个咱们从那个第一课开始就在学啊。Birinci darsdan tortib o'rganyapmiz. Ma qancha pul ketdi, qancha xarjladingiz deganni 花了多少钱 deymiz. 花了多少钱 deymiz. 比如说 bu kiyimga qancha pul xarjladingiz desak, 这件衣服你花了多少钱？这件衣服你花了多少钱 desak bo'ladi. Andan keyin bir yangi mashina sotib olgan bo'lsam, bu mashinani siz qancha pulga oldingiz desak, 这辆车你花了多少钱买的？这辆车你花了多少钱买的 desak bo'ladi. 好，花了多少钱？ qancha pul ketdi? qancha pul xarjladingiz deganga. Andan 姐姐说是姐姐是怎么回答的呢？这是安居富民房啊，安居富民房我们现在都知道啊，各个这个村子里kenetlerning hammasi 安居富民房不多，这是安居富民房。然后怎么呢？大部分 ko'pincha qismi 大部分啊，那 azroq qismi degani 一点部分demdi yo'q, 小部分deymiz. 大部分deganimiz ko'pincha qismi, andan keyin azroq qismi bo'lsa 一小部分bo'lib mangdi. 大部分是
政府给的补贴的补贴deganimiz to'liqlama. Ko'pinchisi hukumatniki bergan to'liqlamasi. 就是 ko'pincha qismiga hukumat to'liqlama berdi. Demak, bu uyni 是姐姐自己掏钱买的吗？ pulni o'zi chiqarib turib setib oldimi? Yo'q. 是 hukumat to'liqlama berib,就是说 ko'pincha qismini hukumat chiqarib, andan keyin shu ozroq qismini o'zlari chiqarib degandek. 这是一个多么大的好事啊！你们degan bir yaxshi ish bu. 买房子多不容易呀！uy setib edish, 盖房子uy silish 这是需要一笔很大的开销。nurg'un pul ketadi. 那政府这真的是帮了一个很大的忙啊！政府给的补贴degan to'liqlama. to'liqlama. 你麦尔丹哥Mardan aka 出了一部分bir qismini chiqadi. 好 pul chiqarish deganni 出钱deymiz. 出钱. bugun hammamiz pul chiqarib nimishqib kelaylik, o'tirash qilaylik desak, 今天我们大家都出点钱去聚会吧或者说今天我们都出点钱聚一聚吧，yoki bo'lmasa出去玩吧，都可以啊。那bu pulni kim chiqadi desak, 这钱是谁出的？那假如说我们一起吃饭了，tamaq yedik, bu jo'zining pulini kim chiqadi degan bo'lsa, 这桌子的钱是谁出的？这桌子的钱是谁出的？bu yerdagi 这桌子的钱deganimiz jo'zininki haqiqiy emas, balki shu jo'zda o'tirgan tomoqlarninki pulini demakchi. 然后呢，谁出的？siz mehmon bu pullarni men chiqaray desak, 或者说bo'ldi siz chiqimdor bo'lmang, bu pulni men chiqaray desak, 你别破费了，这个钱我来出你别破费了，这个钱我来出。Bola, yaxshi o'qigan, puldan ansirma. Sen o'qishingga ketadigan pullarning hammasini men o'zim chiqarman desam, 孩子，你呢就负责好好学习负责好好学习。你这所有这个上学要用的钱，我给你出你上学要用的钱，我给你出。deymiz. 好，我们pul chiqarib kompyuter olib berdi desak, 他出钱给我买了电脑 desak bo'ladi. Pul chiqarish 出钱. 那bu pul chiqarish degani yanchi qudimda chiqariblarmi deb ko'z qo'yib yana silib olish emas, balki pul to'lash demakchi. to'lash 付钱的意思。好，然后呢，阿里木说，看起来 qarmoqqa 这房子很坚固。qarmoqqa bu uy nihoyatda puxta ekan. 那坚固的意思就是oson bunda o'rilib ketmaydigan, oson这个tavranmaydigan 叫坚固我们比如说 bu bina nihoyatda pishiq puxta silingan ekan desak, 这栋楼非常的坚固这栋楼非常的坚固 desak bo'ladi. 那看起来deganimiz qarmoqqa u 30 yoshda turdi desak, 看起来他有30岁. 看起来他有30岁. qarmoqqa u kesal bo'lib qolgandek turdi desak, 看起来他生病了. 看起来他生病了 desak bo'ladi. 下面呢，那当然 albatta, 那就是说 qarshi tarafniki gapiga qo'shilgan vaqtimizda albatta shundaqda degan chaqda, 那肯定就是说 jazmlashtirib muqim degan vaqtimizda 那当然 desak bo'ladi. 比如说这个你妈妈真善良bungiz nima degan oq ko'ngil, 那当然 albatta. 对。然后呢，抗震级别高, 抗震级别 deganimiz darajasi. Darajasini odatda yuqori daraja, tuvan daraja deymiz. Shuningga yuqori daraja degani 高级, o'rta daraja bo'lsa 中级, tuvan daraja bo'lsa
低级 bo'ladi. 那级别高 bo'lsa 就是 darajasi yuqori bo'ladi. darajasi yuqori. 那抗震 deganimiz 就是mushu yer davrab qolsa mushu 5-6 bal yer davrisimi osonlikcha o'rilib ketmaydi. Mushu yer davrashga qarshi turish qo'yishi shu chidamjonligi noiti yuqori debdi. Uyning o'rilib ketishidan ansirmagandan keyin qanday uxlaymiz? 晚上睡得安心。晚上睡得安心。Kechda xotirjam uxlay olamiz. Xotirjam deganda nima deydi ekanmiz? Anshin deymiz. Boshqa orzuyim yo'q. Opam dadam sog' salomat bo'lsalar, men xotirjam bo'laman desam, 我没有别的愿望，只要爸爸妈妈健健康康的，我就安心了。我没有别的愿望，只要爸爸妈妈健健康康的，我就安心了。第三个不鲁多，这个呢是安心。然后呢，yaxshi uxladi degani睡得好，睡得好。yaxshi uxlayolmagan bo'lsa睡得不好 degandek。那下面一个呢，不albatta的qo'shsa bo'lmaydi那就是mundaq ganda degandek。那给你们的房间这么宽敞，uyning ichi nima degan ozoda。宽敞deganimiz ozoda. 那这么deganimiz nima degan go'zal, 这么美, nima degan cho'ng, 这么大, nima degan yorug', 这么明亮 desak bo'ladi. Nima deganni 这么 deymiz. 房间 uy shuna o 这么宽敞, shunchalik ozod ekan. 然后呢采光真好。采光是什么呀？采光就是说其实在那个生词里面我们也讲过了ham so'z tugatgan vaqtida deydi uyga mushu kunning nurininki tushishi uni biz 采光 deymiz. Agarda uyga kun nuri shunday yaxshi tushsa uni 采光好。那 kun nuri yaxshi tushmasa 那就是采光不好。采光好，采光不好 degandek。然后呢 masalan bu uy nihoyatda ozod ekan, mushu kun nuri shunday yaxshi tushdi ekan, bu uy menga bak yoqdi desak, 这房子又宽敞，采光又好，我很喜欢。menga yoqdi degan chog'da men yaxshi ko'rdim deb tushunamiz uni. 我很喜欢 desak bo'ladi. 好，下面一个呢，这里有客厅、厨房、卧室，还有卫生间。这个内容我们在第一册的时候其实已经学了uyning ichidagi mushu har bir joylarni nima deymiz deganni o'rgangan. mehmonxonani nima deymiz? 客厅 mehmonxonani 客厅 deymiz. Andan keyin 这个 o'jir uyni 卧室 deymiz. 卧室 agarda o'jir uydan 就是2 dan yuqorisi bo'lsa, o'jir uy 2 dan yuqori bo'lsa, cho'ngroq o'jir uyni 主卧 deydi. 那 kichikroq o'jir uyni 次卧 deydi. 主卧、次卧，那qo'shib kelsak 都是卧室。Andan keyin mushu uydagi tozliq uyni 卫生间 deydi. Oshxonani 厨房 deydi. 厨房。tamoq yeydigan yerni 餐厅。bu o sirtdagi tamoq yeydigan oshxona emas. Uydagisini 餐厅 deydi. Agarda 以前也学了一室一厅
一室一厅bo'lsa，室deganimiz卧室和qatta bo'lib ma'noda。那一厅bo'lgan chaqda，那就是客厅，那就是一个卧室，一个客厅degan gap吧。那o'birnisi bilan oshxonasini那个是肯定有的，那个是必备的deb o'ylaymiz。Aynan degan agarda o'birnisi ishga bo'lib qolgan bo'lsa, uni yana alohida ta'kidlaydi. Masalan，三室两厅两卫，三室两厅两卫deganimiz uch hujra，然后呢。两厅bo'lsa u ikki客厅emassa birsi客厅yana birsi餐厅bo'lib ma'noda。两卫呢就是两个卫生间啊，两个卫生间。那两个卫生间的时候呢，我们也会说ikki o'birni bo'lsa-chu manda aylaydi birsi主卫deydi. Asosiy bo'lgan,也就是说shu uydagilar ishlatadigan tozalik uyini 主卫deydi. 主卫啊. Andan keyin yana birisini kichikroqini,或者说是mehmonlarga ishlatadigan u hojatxonani tozalik uyini 客卫deydi. 客卫, 主卫, 客卫. 那主卧次卧这都是要分开的啊，要分开的。这是这个。那uningda boshqa uyning yana nimalar bor deymiz? 阳台，阳台都可以啊，阳台。还有啥？差不多了啊，差不多了。然后这个呢是我们的这个房子。那跟厨房那么久嘛，oshxona uyini agarda munda qilamiz. udullam bo'lsa kichikroq oshxonamda udullam chiqadi, udullam chiqqan oshxonani 一字形厨房 bir degan mahatga o'xshasa 一字形 bir degan mahat shakldagi 厨房 deydi. 一字形厨房 agarda mundaq 就是说 mundaq sig'i bir anandagi machiti bo'lsa buni L bag'u L 型厨房 deydi. L 型厨房 deydi. Agarda mundaq 就是说 ikki chetimi bor, o'tirumda uzunsimi bor mundaq bo'lsa 大一点的厨房 cho'ngroq 厨房 odatda mundaq bo'ladi. Uni U 型厨房 deydi. U 字形厨房 desak bo'ladi. 这个都会了嘛？那么的你们的多，不也的你们把间客厅把间厨房把间卧室把间，还有卫生间啊，还有卫生间。mehmonxona, oshxona, hujra uy, yataq uy desak bo'ldi. Andan keyin shu tozliq uy amiz bor ekan. 有什么什么什么还有什么什么deganimiz ma ba yana ma ba desak 有什么什么什么还有什么什么什么 desak bo'ladi. Masalan, Soda saroyda kiyim-kechak bor, oyoq so'mka bor, girim buyum bor, yana tomoq yeydigan yemi bor desak, 你说商场里面有这个服装这个鞋帽，或者是鞋包、箱包都可以啊。然后还有呀，你们的么？你们的kiyim-kechak，girim buyum，有化妆品，能给烟呐，他们黑的烟吧，desak，还有很多餐厅啊，或者说吃饭的地方，desak不多。这是有什么什么什么，还有什么什么什么。墙也是刷好的，tamnimi oqatib bo'lgan，这个suab bo'lgan，tam sugash deganni刷墙deymiz，刷墙，墙也是刷好的，tamnimi sugab bo'lgan deydi。那bo'lgan deganni刷好的，这个上次我们好像也讲过啊。bir ishni munda qilib bo'lgan bo'lsa, bitdi degan vaqtimizda uni 完了 demay 好了 desakmi 好的 desakmi bo'ladi. 刷好的。基本上 deganimiz asos jihatdan, 那就是说asos jihatdan degan chog'da hisobda 90% deb tushunsak bo'ladimi? 基本上，比如说 bu mazmunlarni men asos jihatdan egallab bo'ldim desam, 这些内容我基本上掌握了，这些内容我基本上掌握了deymiz. 然后시간lar yaxshi do'stmi? 你们是好朋友吗？ asos jihatdan tanishmaymiz desakmi bo'ladi. 可以说基本上不认识，可以说基本上不认识desak bo'ladi.
然后呢，这个地方基本上asosiyatda nima ish qilg'ili bo'ladi ekan? 直接入住, bevosita kirib tug'ili bo'ladi ekan. Bevosita kirib tug'ili bo'ladi ekan. Bevosita degani 直接啊，直接入住。然后呢，阿里木说房间设计的挺好的。那设计deganimiz loyiha. 那 uyning mushu uyni hali yomon emas loyihalabdi. 房间设计的挺好的。yana madda chiqdi. 设计qandaq loyihaladi? Hali yaxshi. Na bir ma'lum bir narsani qandaq ekanligini demoqchi bo'lsak, shamaddi deb turib andan keyin keyiniga shu qandaq bo'lsa shundaqligini deymiz. Juma. 你不是说要布置房子吗? Siz mundaq demaganmidingiz? Siz uy bezayman demaganmidingiz? deydi. Na demaganmidingiz bo'lsa dedimi demadimi? Dedi ya. 你不是什么什么吗 bo'lsa, u demadi emas. Dedi. Masalan, voy siz uni tuniyman demaganmidingiz? Na demagandingiz emasa, demaganmidingiz bo'lgandan keyin,就是siz ashuna dedingiz degan gap. 你不是说你认识他吗? 你不是说你认识他吗? O bugun kechda meni og'ili keliman demaganmidingiz? Endi yana o'zgaryapsiz-ku. 你不是说今天晚上要来接我吗? 怎么又变了? 你不是说今天晚上要来接我吗? 怎么又变了? degandagi 不是什么什么吗 desak uning bo'ldi. Shundaq emasmidi? 或者说 mundaq emasmidi? Lekin emas demakchi emasa, shundaq demakchi. Shundaq demakchi. 知道了吗? 布置房子deganimiz uy bezash. 这个布置 qanday bezash desakchu, masalan, ma gulqachini nega qo'yman? Andan keyin ma deyishini tomga asaymi yo ma tomga asaymi? Andan keyin miyadagi ma lo'nqini shu topma deyishini ma yerga qo'yaymi yo yerga qo'yaymi? Qanday qilsam ma uy ham texim chiroyli bo'ladi deb mushuni qilsaqchu, o'rinlashtiribchi hamma narsani ana ayaga mana miyaga qo'yman deganda uni biz 布置 deymiz. 知道了吗? 布置房子 uy bezash. 我们开始吧. Boshlaylik. Na boshlash degani 开始 deymiz. 好, 那今天的这个 tekstni tugabdi. Tushundikmi saboqdashlar? Alimu na 去姐姐的新房子了. Olim ochisidan keyin uyga beribdi. 然后 uyga keliblar. 哇, 太这个宽敞了. Nima deya ozoda debdi. Ankin bu uyninki pulini qanday chiqardan jiq pul ketgandi desa, hukumat mushu to'liqlimi badi, bir qismini mardan chiqadi debdi. 然后发生了什么事情啊? 然后他就是mushu uyning ichidagi 这个房子里面的各种这个布局都给他介绍了一下啊，介绍了一下。然后呢，把房子的情况也说了一下。阿里木觉得这个房子怎么样啊？又宽敞啊，又这个采光又好，而且呢设计也好。那今天阿里木来这个姐姐的房子是来干什么呀？布置房子。uy bezagili kaptigan. 那么他们现在要开始布置房子了。好，那都会了吗？跟老师呢一起读一下。姐姐，新房盖得不错啊，花了多少钱？这是安居富民房，大部分是政府给的补贴，你迈尔丹哥出了一部分。看起来这房子很坚固。那当然，抗震级别高，晚上睡得安心。房间这么宽敞，采光真好。这里有客厅、厨房、卧室，还有卫生间，墙也是刷好的，基本上可以直接入住。房间设计的挺好的，你不是说要布置房子吗？我们开始吧。好，那么学完了。这些内容算是又过了一遍啊，希望同学们把这篇课文呢能背下来，不应该是希望，应该是必须背下来，这是作业，好吗？好，那今天我们的课就上到这里，下一期再见。